kechamizning eng fayzga to'ldirilgan qismi bo'ldi. Marhamat. Rahmat azizlar. Qo'shiq ma'qul berdimi? Umringiz uzoq bo'lsin, oilaviy baxt, sihat salomatlik tilaymiz. Kirib kelayotgan yangi yil barcha yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga omadli yil bo'lsin. Doimo sihat salomatlikda, sizlardagi yaxshi insonlarga muhabbat ulashishda davom etish, mana shu sahnada xizmat qilayotgan hammaga nasib qilsin. Rahmat azizlar. Tashakkur, bravo. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Alisher Fayz janoblari bo'ldi. Ijodingizga safkoz tegmasin, haqiqatan ham sahnaning yondirdingiz. Tashakkur qilamiz. Zerikib qolmadinglarmi? Demak, Jilovaxon navbatdagi mehmon san'atkorni taklif etish fursatiga yetib keldi demoqchi edik, lekin san'atkorlarimizning chiqishlari o'z nihoyasiga yetdi. Hurmatli xonimlar, janoblar, yangi yil oqshomi uchun taqdim qilingan bugungi tadbirimiz o'z nihoyasiga yetadi. 2025-yil barchamizga sihat, salomatlik, omad, baxt, muvaffaqiyat olib kelishini tilakdoshimiz. Azizlar, sizlardan xalishar ekanmiz. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, fayz baraka tilab qolamiz. Osmon musaffo jannat makonida diyorimizga esa ko'zlar tegmasin. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin. E'tiboringiz markazida boshlovchi go'zal va latofatli ijodkor Guldodaxonim Aliyeva hamda men kabina boshlovchi Muhammad Akbar bo'ldi. Yana diydor qadar sog' salomat bo'ling. Oqshom barchamizga xayrli bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling deb qolamiz.